Inson hayoti davomida tirikchilik qilishlik uchun kasb qiladi, hunar qiladi. Avvalo kasb bilan hunarni ajratib olish kerak. Kimlardir ajratadi, kimlardir menimcha uni ajratmaydi. Ya'ni kasb nima? Kasb bu hokim bo'lishligingiz kasb. Direktor bo'lishligingiz kasb. Mahallani damko'mi bo'lishligingiz kasb. Endi hunar bo'lsa, savdogarlik bu hunar. Duradgorlik bu hunar. Kosiblik bu hunar. Ya'ni qanaqadir bir ishlab chiqarish qilsangiz, u ham hunar. Ya'ni hunar bilan kasbning farqi sizdan kasbingizni olib qo'yishliklari mumkin. Ya'ni sizni hokimlikdan bo'shatsa yoki sizni prezidentlikdan bo'shatsa, siz prezident bo'lmaysiz yoki hokim bo'lmaysiz. Ya'ni hokimligingizcha qolmaysiz. Lekin siz duradgor bo'lsangiz yoki kosib bo'lsangiz, sizni qo'lingizdan hunaringizni olib qo'ya olmaydi. Yoki qassob bo'lsangiz, sizdan qo'lingizdan hunaringizni olib qo'ya olmaydi. Shunday ekan, inson hayoti davomida kasb, hunar qilar ekan. Bizga yoshligimizda dadam aytardi, o'g'il bolani hunari bo'lish kerak qo'lida derdi.